Hammaga taniqli testosteron odamlarda asosiy jinsiy gormon va erkaklar uchun anabolik steroid hisoblanadi. Odamlarda testosteron mushak va suyak massasining o'sishida, erkak jinsiy to'qimalarining rivojlanishida va ikkilamchi jinsiy xususiyatlarning rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Bundan tashqari, har ikkala jinsda testosteron salomatlik va farovonlikka, shu jumladan kayfiyat, jinsiy va ijtimoiy xulq-atvorga ta'sir qiladi. Erkaklarda testosteron ko'p miqdorda moyaklar va buyrak usti bezlarida ishlab chiqariladi. Ayollarda esa oz miqdorda bo'lsa ham tuxumdonlarda va shuningdek buyrak usti bezlarida ishlab chiqariladi. Organizm uchun ijobiy ta'sirlarning ro'yxati ancha katta bo'lganligi tufayli ko'pchilik testosteron darajasini oshirish usullarini izlaydi. Va agar siz ham ulardan biri bo'lsangiz, bu video siz uchun. Chunki aynan ushbu videoda siz testosteronni oshirish usullarini bilib olasiz. Birinchi usul bu ozish. Aniqrog'i, tana yog'i massasini kamaytirish. Shvetsariyada olib borilgan keng qamrovli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson tanasida yog' qancha ko'p bo'lsa, uning estrogen darajasi shunchalik yuqori va shu bilan birga testosteron darajasi past bo'ladi. Gap shundaki, odam tanasidagi yog' miqdori qancha ko'p bo'lsa, aromataza fermentining faolligi shunchalik yuqori bo'ladi. Aromataza fermenti qo'pol qilib aytganda testosteronni estrogenga aylantiradi. Ya'ni yog' darajasini kamaytirish orqali siz aromataza faolligini kamaytirasiz va shu bilan testosteronning estrogenlarga aylanishini oldini olasiz. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, 11 dan 17% gacha bo'lgan tana yog'i miqdori yuqori testosteron uchun eng optimal hisoblanadi. Og'ir intensiv mashg'ulotlar. Professor William J. Creamer tomonidan olib borilgan fundamental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odam og'ir va intensiv mashqlar bilan qanchalik ko'p shug'ullansa va o'sha mashqlarda ishga tushgan mushaklarning soni qanchalik ko'p bo'lsa, uning testosteron darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Tadqiqotlarning natijasiga ko'ra, testosteronning eng yuqori darajada ishlab chiqarilishiga olib keluvchi mashq bu prisedaniya. Vitamin D va sink. Avstriyada o'tkazilgan tadqiqotda 200 nafar ishtirokchi 1 yil davomida D vitaminining kunlik dozasini qabul qiladi. Natijada tadqiqot oxiriga kelib, ularning umumiy testosteron miqdori 20% ga oshdi. 1996-yilda esa AQShda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kunlik sink dozasini atigi 3 oy davomida iste'mol qilish odamlarda testosteron miqdorini 90% gacha oshirishi mumkin. Testosteron darajasining bunda g'ayrioddiy o'sishiga sabab bu bugungi kunda vitamin D va sink yetishmovchiligi odatiy hol bo'lib qolganligi. ADA, ya'ni Amerika Dietologlar assotsiatsiyasi tadqiqotlariga ko'ra, bugungi kunda D vitamini yetishmovchiligi odamlarning 95% da uchraydi va sink yetishmovchiligi esa odamlarning 50% da. Yetarli miqdordagi uyqu. Ko'plab tadqiqotlar umumiy uyqu va umumiy testosteron darajasi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi. Misol uchun, Chicago universitetida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, inson qancha ko'p uxlasa, uning testosteron darajasi shunchalik yuqori bo'ladi va testosteronning maksimal miqdori doimiy ravishda kamida 8 soat uxlaganlarda kuzatiladi. Bir necha yildan so'ng xuddi shunga o'xshash tadqiqotlar Singapurda ham o'tkazilgan va o'sha tadqiqotlar bir xil natijalarni ko'rsatgan. Testosteron darajasini oshirishning oxirgi usuli bu testosteron inyeksiyasi. 1996-yilda Los-Anjelesda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, 8 nafar tadqiqot ishtirokchilari har hafta 600 mg testosteron inyeksiyasini qabul qilgan. Natijada to'g'ri ovqatlanishsiz, vitaminlarsiz, jismoniy mashqlarsiz va to'liq uyqusiz atigi 10 hafta ichida ularning suyak salomatligi oshdi. Mushak massasi esa 3 kilogramga oshdi. Ereksiyasi yaxshilandi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu usul hayot uchun xavfli bo'lgan ko'plab salbiy ta'sirlarga ega va mutaxassisning nazoratisiz bu usuldan foydalanish mutlaqo tavsiya etilmaydi. Yuqoridagi aytilganlarning barchasi testosteron darajasini to'g'ridan-to'g'ri oshirishning yagona usullari. Bugungi kunda testosteronni oshirishning boshqa usullari mavjud emas. Ehtiyot bo'ling va sizga o'z mahsulotlarini sotmoqchi bo'lgan soxta mutaxassislarga ishonmang. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.